Assalomu alaykum azizlar. Qorabayir otlari bu naslni, bu zotni, bu nomni qayerdan kelib chiqqanligi to'g'risida bir o'rganib, hududlarni o'rganib chiqqanimizdan keyin bir video qilamiz deb niyat qilgan edik. O'zbekistondagi Samarqand Payariqda, Kosondagi Qorabayir qishloqlarini o'rgandik. Undan keyin maqsad qilgandik Turkiyadagi Qorabayirlarni ko'rish. Turkiya bilan O'zbekistonni juda bir uzviy bog'liqligi bor, chunki turklarni qadimiy asl vatani mana shu O'zbekiston, Qozog'iston hududlari bo'lgani uchun shu bir qandaydir bog'lanish bo'lish kerak degan maqsadda Turkiyaga bordik. Turkiyadagi demak Bilecik ilida, ular viloyatlarni il deydi. O'sha boyagi Sögut mashhur Osmon G'oziyning otasi Erto'g'rul G'oziy o'z davlatini tuzishni boshlagan hudud bor, Sögut. Shunga yaqin joyda Qorabayir degan qishloq bor ekan. Shu qishloqqa bordik, qishloqni o'rganib chiqdik. U qishloqning xalqi butunlay yilqichilikdan yiroqlashib ketgan. Oxirgi bu qishloqdagi ot bundan 20 yil muqaddam o'lgan edi. Bitta ot bor edi. Bir oqsoqolda shu otni minib shaharga borib kelib yurardi deb o'sha yerdagi qishloq aholisi bizga shunday tushuncha berdi. Undan keyin Konyada bor ekan. Konyadagi Qorabayir qishlog'ini ham yilqi bilan bog'lanadigan biron bir ma'lumot topmadik. Istanbuldagi ham xuddi shunday. Undan keyin biz o'zimiz aylanganimiz, ko'rganimiz, bilgan ma'lumotlarimizni tahlil qilib, yangitdan boshqacha bir yo'nalishda qidirishni boshlashimiz kerak ekan. Unga vaqt kerak albatta. Arxivlarda ko'tarish kerak bo'ladi. Bunga bizga mutaxassis ham kerak bo'ladi, tarixchi mutaxassis. Alloh nasib qilgan bo'lsa, u ishlarni ham qilishni niyat qilganmiz, ammo hozirgi qilgan ishlarimizni yakuni o'laroq bitta xulosani aytib kelishni niyat qildik. Albatta bu bizning shaxsiy fikrimiz, o'rganimizdan, tahlil qilganimizdan kelib chiqqan fikrimiz. Qorabayir zotiga berilgan nomni har xil ta'riflashadi. Qorabayir tuya ot, Qorabayir mahalliy ot, kuchli ot degan ma'nolarni berishadi. Mana shu nom berilishida menda albatta savol bo'lardi doim. Men o'zim mana shu izohlarni qabul qila olmasdim. Chunki mustahkam pozitsiyasi yo'q. Juda yaxshi, kuchli tarixchilar bor, ammo yilqichilik madaniyatidan, bu sohadan xabari bo'lmagani uchun o'zlarining taxminlarini ilgari surish bilan mana shunaqa nomlar har xil bo'lib turdi. Aslida yilqilarga nom berilish tarixiga bir nazar solishimiz kerak. Masalan, yilqilar shaxslar, qabilalar, hudud va davlatlar nomi beriladi. Masalan, 2-3 ta nomni, kuchli, katta degan nomli yilqi deyarli yo'q. Men hali ko'rganim yo'q. Yer yuzida 400 dan yaqin zot bo'lsa, shuning uchun bunaqasini ko'rganim yo'q. Endi masalan shaxslarga berilgan nomlar o'sha shaxs shu zotni yaratilishida yo bevosita o'zi hissa qo'shgan bo'ladi, yo zotni yaralishiga turtki bo'lgan bo'ladi. Masalan, Aleksey Grigoriyevich Orlov yaratgan zot bor, mashhur yo'rtoqi Orlovskiy deb nomlanadi. Orlov yo'rtoqisi. Yoki masalan Marshal Budyonov, Semyon Mixaylovich Budyonov yaratgan zot. O'zini nom bergan. Budyonovskiy, ya'ni Budyonov oti. Ya bo'lmasam Amerikada Morgan degan zot bor. Justin Morgan degan odam bu zotni yaratgan. Shuning uchun shu shaxsning nomi berilgan. Undan keyin qabilalar nomi berilgan zotlar bor. Masalan, bir qabila yilqichilik madaniyati juda yuqori bo'lgan, bu transport bo'lgan, harbiy texnika bo'lgan vaqtida, shuning uchun bunga qattiq e'tibor berilgani uchun yilqichilikda peshqadam bo'lgan qabilalar bo'lgan. Shu qabilalar yaratgan zotlar bor. Aytaylik, Iyamut zoti. Turkmanlarning Iyamut qabilasi yaratgan zot. Masalan, Qatag'on degan zot bo'lgan ekan. Men undan bilmasdim, yaqinda xabar topdim. Manbalarga qarasam, Qatag'on degan urug'i bo'lgan. Qatag'on demak qabilasini zoti. Ahal Teki ham xuddi shunday, Teki qabilasini zoti. Masalan, Qozog'onlarda Aday degan ot bor, Adayevskiy deydi, Aday zoti. Bu Aday qabilasini, ya'ni o'sha urug'ini oti. Ya bo'lmasam Amerikada Chikasso degan indeyslarning zoti bo'lgan. O'sha boyagi Chikasso ham, Cherokki ham bular o'zlarining zotlari bo'lgan ikkita qabila. Ya'ni qabila o'zini nomi berilgan bu zotga. Bashkirskaya, masalan Karachayskaya, hammasi qabilalarni, urug'larni nomi berilgan zotlar. Undan keyin davlatlarni va hududlarni nomi berilgan zotlar bor. Hududlarni nomi berilgan zotlar bor. Bu zotlarga masalan Friz zoti kiradi. Gollandiyaning Frizskiy regionidan chiqqan zot. Masalan, Vladimirskiy og'ir yuk tortuvchi ot. Rossiya Federatsiyasi Vladimir
viloyatida yaratilgan zot bo'lgani uchun o'sha hududni nomi berilgan. Gannoverskiy masalan Germaniyani boyagi Gannover zemlyasidan, provinsiyasidan yaratilgan zot. Yoki bo'lmasam hindlarning Marvarisi. Rajasthan degan demak provinsiyada Marvari degan hududdan chiqqani uchun shu zotga shunaqa nom berilgan. Bunaqa zotlar ko'p. Masalan, Persheron, Fransiyaning tarixiy shimoliy g'arbidagi Persh viloyatida hududidan chiqqan Persheron degan zot. Mana shu zotlarni yaralishi va ularga nom berilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, Qorabayirni ham katta ehtimol bilan aynan o'sha Qorabayir qabilasi yaratgan zot ekanligi ko'proq to'g'ri keladi. Agar obyektiv yondashadigan bo'lsak, xolis yondashadigan bo'lsak, Qorabayir qabilasi ko'proq to'g'ri keladi. Qorabayir qabilasi to'g'risida men nima uchun Turkiyani borib qidirganimda, men Qorabayir qabilasi bo'lganligi to'g'risida bir manbada o'qidim. Internetda o'qidim. Bir manbada Qorabayir qabilasi hozirgi Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq hududlar oralig'ida yashagan, istiqomat qilgan qabila bo'lgan. Mana shu qabila ko'chgan avvalo Eronga, Erondan esa Anatoliyaga qarab ko'chgan. O'ta jangovar, juda ruhan tetik bir qabila bo'lganligi to'g'risida bir o'qigandim. Endi o'sha manbani qaytib qidirib hali topa olganim yo'q. Ammo vaqtini topib, fursatini topib inshaallohu karim bu narsa doim bizni e'tibor nazarimizda chetda qolmagan. Uni ham harakatini qilib topamiz. Hozircha mana shu Qorabayir to'g'risidagi bizni boshlagan boyagi qidiruvimizni nihoyasiga yetish uchun mana shu videoni tayyorladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.